Endi blenderlar haqida gaplashamiz. Oldimda ikki xil blender bor. Birinchi qo'l blenderidan boshlaymiz yoki pogrujnoy blender deyshadi. Buni yordamida har xil kremlar, emulsiyalar, karamel, glazurlar tayyorlasangiz bo'ladi. Aynan bu blenderga keladigan bo'lsak, bu emulsionniy blender deyiladi. Ya'ni bu emulsiya qilib bera oladi. Emulsiya bu yog' molekulasi va suv molekulasini birlashganda hosil bo'ladigan massa. Ahamiyat bersanglar, buni 4 ta tishi bor va bitta tishi mana bunaqa qayiltirilgan bo'ladi. Buni vazifasi blender qilayotganingizda voronka hosil qilib, har xil pufeylarni pastga tortib ketish. Bu narsa glazur tayyorlayotganingizda juda ham zo'r yordam beradi. Glazuringiz bitta ham pufeysiz, silliq bo'lib chiqadi. Bunisi bo'lsa statsionar blender deyiladi. Konditsionerdan tashqari oshxonada va barlarda juda ham ko'p ishlatiladi. Buni ishlashi oborotlari ancha baland, bu kuchliroq apparat. Buni yordamida biz krem bekerida malinani pyuresini qilamiz va kattaroq hajmdagi massani bu maydalab bera oladi. Barmirlar smuzi tayyorlashadi, har xil ichimliklar tayyorlashadi. Bu kattaroq tezlikda ishlagani uchun bizga pyuremizni zo'r qilib maydalab beradi. Keyingi videoda qaysi texnikani obzorini qilib bering. Izohlarda yozib keting. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.